Assalomu alaykum. Fayz oshxonaga xush kelibsiz. Yozning jazirama kunlarini muzqaymoqsiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun keling, bu safar uy sharoitida muzdekkina sendvich muzqaymoqlarini tayyorlaymiz. Demak, idishimizga muzdek 400 gram qaymoq, muzdek 200 gram quyiltirilgan sut va 1 choy qoshiq vanilini qo'shib, mikserda quyilgunicha ko'pirtiramiz. Ishlatayotgan qaymoq ila 35% dan kam bo'lmasligi kerak. Endi idishga strech paketni joylashtirib, ustidan o'zimiz yoqtirgan pechenyelarni taxlab chiqamiz. Uni ustidan qaymoqni qo'yib tekislaymiz. Endi tegi pechenyeni ustiga tushadigan qilib, qolgan pechenyelarni qo'yib chiqamiz. Muzqaymoqni ustini yopib, muzxonaga kamida 4-5 soatga olib qo'yamiz. Muzqaymoqimiz qotib bo'lganidan keyin 90 gram shokoladga 1 osh qoshiq o'simlik yog'ini qo'yib, eritib olamiz. Erigan shokoladga ozgina, ya'ni 50 gram maydalangan yer yong'oq qo'shamiz. Qotib bo'lgan muzqaymoqni muzlatgichdan olib, bo'laklarga kesib chiqamiz. Ushbu bo'laklarni chetlarini shokoladga botirib, idishga taxlaymiz. Idish ustiga pishiriq qog'ozi solishinglarni tavsiya qilaman. Shunda idishga muzqaymoqlar yopishib qolmaydi. Men shoshganimdan qog'oz solish yodimdan ko'tarilibdi. Qolgan 3 dona muzqaymoq chetlariga yong'oq sepib chiqamiz. Tayyor bo'lgan muzqaymoqlarni muzlatgichga yana 30 daqiqaga qo'yib, keyin bemalol iste'mol qilsak bo'ladi. Mana juda ham mazali, asosiysi o'z qo'llarimiz bilan tayyorlangan muzqaymoqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Barchalarga ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Agar sizga ushbu retseptimiz ma'qul kelgan bo'lsa, unga like bosing va uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.